miya ishlashi kerak. Miyasi ishlamaydi buni. Hozir mana bu 160lik bo'ldi deylik. Aha. Mana bu qisqa masofa 73 mi 90 mi 3 ga bo'linib ketyapti. 3 ga bo'linadi, to'ppa-to'g'ri. Rol o'ynamaydi. Rol o'ynamaydi, rol o'ynaydi. Bu yerda rol o'ynamaydi. Har biri 140 kubami? Qaysi bir o'zi 40 kuba? Har bittasi 40 kubami? 40 kuba. 40 kuba. 120 kubadan ziyod suv o'tmaydimi? O'tmaydi. O'zi o'tmasligi kerak, lekin sizning filtrlaringiz 60 kuba. Siz ikkitalik qo'ygansiz-ku. Bittalik bo'lsa edi, u 40 kuba bo'lardi. Bu ikkitalik-ku. Shuning uchun bu 60 kuba. Keyin mana bu yerda qiladigan ishingiz, mana buni orqasini ochishingiz kerak. Bu filtr o'zi har zamonda loyiqasini yuvgan vaqtida loyiqa qayerga ketadi? Chiqarish kerak-ku biron joyga, to'g'rimi? Mana buni ochasiz, xohlasangiz hovuzga, xohlasangiz boshqa joyga oqizib yuvib olishingiz kerak. Doim doim o'qib turish kerak. Siz tasavvur qiling, miya ishlayapti. Uzr. Hozir loyiqa suvni va kiryapti, qaytadan bu loyiqa suvni yuvish boshlandi deylik. Loyiqa suv yuvish boshlandi, lekin ketadigan joyi yo'q. Yopiq turibdi sizda. Ochiq turganda hozir tosh yo'q-ku. Ha. Tiniq suv chiqib yotdi-da, u yarim suv yo'qotadi. Yo'q, uning uchun nima bo'lishi kerak? Miya ishlashi kerak. Miyasi ishlamayapti buni hozir. Miyani batareykasini qo'yish kerak. Almashtirdingizmi? Batareyka yangi batareyka. Hurmatli fermerlar, kimda mana shunaqa katta filtrlar bo'lsa, iltimos, bir yilda bir marta majburiy o'sha batareykasini uni almashtirish kerak. Almashtirmasa bo'lmaydi uni.